Bugungi filmimizning nomi Chatterleyning Oshiqlari filmi. Film juda ham qiziqarli, o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Demak, boshladik. Filmning boshida bizga shaxtyorlarning qanday qilib ishlayotganini ko'rishimiz mumkin. To'satdan baxtsiz hodisa sodir bo'ladi. Shaxtor va filmning bosh qahramoni Oliver Meles voqea joyiga yugurib boradi. Bo'lgan portlashdan deyarli hech kim zarar ko'rmadi, lekin bir yosh shaxta ishchisi o'sha yerda jon beradi. Tez yordam mashinasi kelib hamma yarador bo'lganlarni va o'sha o'likni olib ketadi. Bolton xonim esa erining o'lganini ko'rib uning ustida yig'laydi. Ozgina o'tib Konni xonim o'zining do'sti Antuan va o'zining singlisi bilan vechelinkaga keladi. U yerda u juda ham chiroyli va unga nisbatan hurmatli bo'lgan Clifford Chatterley degan bir erkakni uchratadi. Ular turmush qurishadi. Keyin esa film bizga ularning qanday qilib birga bo'layotgani va Cliffordning urushdagi vaqtlarini bir vaqtda ko'rsata boshlaydi. Urushda Mr. Clifford bomba ta'sirida uchib ketib yiqiladi.